Xitoy zulmidan qochib qo'rg'os chegara eg'izi orqali Qozog'istonga kelgan va Qozog'iston hukumatiga panohlik iltimosi sungan Tursunoy Ziyovuddin Xitoy kommunist hokimiyatining Sharq Turkistondagi jinoyatlarini xalqaroga fosh qilganligi uchun ko'p qatim Xitoy tahdidiga uchirgan. Hatto o'tgan oyda uyiga o't qo'yib etilgan edi. 14 aprel noma'lum kishilar tomonidan uyiga o't qo'yib etilgan Tursunoy Ziyovuddin Xitoyning hali ham o'ziga qasd qilishini davomlashtirganligini, hayoti bexatarligidan andish qilayotganligini bildirdi. Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlarining hayot shohidi bo'lgan Tursunoy Ziyovuddinning Qozog'istondagi panohlik talabi ko'p qatim rad qilindi. U xalqaro jamiyatga xitob qilib, yig'ilish lageridan qochaladim, lekin Xitoyning qo'lidan qochamadim dedi. Tursunoy xonim Qozog'istonning o'ziga ega bo'lishiga qarata umidini o'zgarligini bildirdi va xalqaro jamiyatni o'ziga ega bo'lishga chaqirdi. Tayvan Sharq Turkiston jamiyati tomonidan uyushtirilgan Nomsiz turma Uyg'urlarning buguni nomli rasm ko'rgazmasi 14 martdan buyon Tayjong shahrida ziyoratchilarga ochildi. Tayvan Sharq Turkiston jamiyatining boshlig'i advokat He Chaodong Tayvan xalqining Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiliklari bo'libmi yig'ilish lageridagi dafsandichiliklar haqidagi tunishini o'stirish uchun bu ko'rgazmani ochganligini bildirdi. Uyg'ur Amerika birlashmasi va Tayvan Tibet do'stlik jamiyati qatorliq tashkilotlar bilan birlashib o'tkazilgan bu faoliyatga Tayvanliklarning bo'libmi yoshlarning qiziqishini qo'zg'adi. Faoliyatning 5 aprelgacha davomlashadiganligi ma'lum. Amerika Federatsiya hukumatining Xitoy virusiga qarshi planida bu vaboning to'lqinsimon holatda 18 oy yoki undan ko'p vaqt davomlashadiganligi mo'ljallanadi. New York vaqt gazeti Amerika hukumatining Xitoy virusiga qarshi harakat plani nomli 100 betlik bir hujjatning tafsilotini e'lon qildi. Faqat rasmiy organlar uchun tarqatilganligi belgilangan bu planda Xitoy virusi yuqumining Amerikada 18 oy yoki undan ko'p davomlashadiganligi, sahiya sistemasiga ig'ir besim ib keladiganligi va bir necha qatim to'lqin holatida o'tirg'i chiqqanligi ogohlantirilgan. O'tgan hafta Amerika prezidenti Donald Trump davlat bo'yicha jiddiy holat e'lon qilgan 13 mart kunida e'lon qilingan bu harakat planida virusga qarshi kurashga rasmiy organlarning harakatga o'tadiganligi, shuningdek xususiy sohalarning prezident huquqi doirasida safarbarlik qilinadiganligi bildirilgan. Hujjatda Koreya urushi davrida 1950-yili o'tirg'i qo'yilgan mudofaa ishlab chiqarish qonunining ijro qilinadiganligi, Amerikada nafas uskunalari va qo'g'dash kiyimi qatorliq muhim sog'lomlik uskunalarining ishlab chiqarish sur'atini oshirish uchun sanoatchilarga besim tushirilmaydiganligi tilga ilingan. Yevropa Xitoy virusi sababli o'lganlar soni 3400 dan eshib, Xitoy e'lon qilgan sonini besib tushdi. Yevropa Markaziy bankisi Xitoy virusi sababli o'tirg'i chiqqan iqtisodiy ostlashga qarshi 750 milliard yevro ajratish qarorini e'lon qildi. Italiyada Xitoy virusi bilan o'lganlar soni bir kunda 475 kishi ko'payib, 2978 ga yetdi. Germaniya bosh ministri Angela Merkel 2005-yildan buyon tunji qitim televiziya nutqi so'zlab, Xitoy virusining 2-dunyo urushidan buyon Germaniya duch kelgan eng chong xiris ekanligini aytdi. Merkel virusga qarshi kurash tarixiy bir vazifa. Faqat birlashganda buni yengalaymiz dedi. Yana bir tarafdan Turkiya Səhiyyə ministri Fakhreddin Koca Twitter orqali e'lon qilgan bayonotida 61 yoshlik bir kasalning hayotidan ayrilganligini bildirib, yangidan diagnoz qo'yilib davolanayotgan 93 kishi bor, yuqumlanuvchilar soni 191 ga yetdi dedi. Anqarada Turkiya davlat raisi Erdo'g'an riyosatchiligida Xitoy virusiga qarshi kurashni moslashtirish yig'ini ochildi. Saudiya Arabiston doiralari neft bahosining tuvanliganligi sababli 2020-yillik xamchotni 50 milliard yevro azaytishni qaror qildi. Saudiya Arabiston Moliya ministri Muhammad Al-Jadan 2020-yillik xamchotning 13 milliard 300 million dollar azaydiganligini
Bunun jami chiqimlar ichida 5%lik nisbatni egallaydiganligini aytdi. Jadam bu qarorning Xitoy virusi sababli o'ttirg'i chiqqan iqtisodiy krizis, dunyo iqtisodidagi ostlash va uning neft bozoridagi salbiy ta'sirlari sababli chiqqanligini bildirdi. Saudiya Arabistonining 2020-yillik xamchot chiqimlari 272 milliard dollar, kirimlar bo'lsa 222 milliard dollar deb bekitilgan. On 8 mart şehitlarni xotirlash kuni va Çanakkale zafarining 105 yilligi munosabati bilan Çanakkale boshchiligida Turkiyaning har qaysi joylarida xotirlash faoliyatlari o'tkazildi. Lekin Xitoy virusi sababli nurg'un cho'ng tipdagi faoliyatlarning amaldan qoldirilganligi e'lon qilindi. Bu munosabat bilan barliq shehitlarimizni duo bilan yod etamiz.